Toshkent viloyati Bekobod tumanida yoshlar bandligini ta'minlash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda zamonaviy axborot texnologiyalariga qiziqishini oshirish maqsadida kibersport musobaqasi o'tkazildi. Tadbir Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda Bekobod tumani ichki ishlar bo'limi hamkorligida tashkil etildi. Musobaqa nazorat rejasi 12-bandi asosida amalga oshirilib, dastlab har birida 5 tadan ishtirokchi bo'lgan 8 ta jamoa shakllantirildi. Shundan so'ng jamoa sardorlari ishtirokida qur'a tashlash o'tkazilib, bellashuvlar tartibi va raqiblar aniq belgilab olindi. Bugun Bekobod tumanimizda yoshlar o'rtasida kibersport musobaqasi bo'lib o'tdi. Bunda Guliston va Istiqlol mahallalari yoshlari faol ishtirok etib, munosib o'rinlarni egallashdi. Bu kibersport nafaqat yoshlarni strategik fikrlash, ularni jamoalar o'rtasida tezroq qarorlar qabul qilishni ham belgilab beradi. Bu musobaqani tashkillashtirgan Toshkent viloyati Ichki ishlar bo'limi va rahbariyatiga hamda o'zimizning Bekobod tumani rahbariyatlariga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslardan so'ng 8 ta jamoadan 4 tasi yarim final bosqichiga yo'l oldi. Hal qiluvchi o'yinlar natijasiga ko'ra eng kuchli jamoalar aniqlanib, g'oliblar tashkilotlar tomonidan faxriy yorliq medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mazkur kibersport musobaqasi yoshlar orasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ularning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish hamda zamonaviy texnologiyalar sohasiga qiziqishini yanada oshirishga xizmat qildi.